Farzandlarimiz immunitetini ko'tarish uchun yana bitta badimiz, ya'ni marmeladkalarimiz desam bo'laveradi. Eng asosiysi xalyalni. Bilasizlar, marmeladlarga ko'pincha shubhali narsalar qo'shilganligi uchun ham bizdagi bu marmeladkalarimiz xalyal sertifikati bor. И tarkibida vitamin C, vitamin E, sink, vitamin D3lar bor. Biologически активный добавка к пище deb yozib qo'ygan bu yerda. Qizlar tarkibida shunaqangi vitaminlar bor va kapsulasi 60 ta pastilokdan iborat. Eng asosiysi farzandlaringizga yedirish uchun qiynalmaysiz. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Bitta qo'limda bo'lganligi uchun juda qiynalyapman. Mishkalarimiz, ayiqchalarimiz buni qaranglar, shunaqangi bo'ladi olgandayam. Bolalaringiz shartta olib, qiziqib o'zi ko'rinishiga qiziqib, maza qilib chaynab yeb qo'yadi. Hidiga vobshe gap yo'q ekan qizlar. Har biringlar farzandinglar uchun olib ichiringlar.